Ozish jarayonida ko'krakda osilishlar juda ham ko'pchilik ayollarimizda uchraydi. Nima uchun? Chunki ko'kragimiz ichi 70-80% gacha yog'dan tashkil topgan. Semirish jarayonida ko'kraklar ham juda ko'p miqdorda yog' yig'adi. Noto'g'ri ozganda, mashqlarsiz ozganda ko'krak holati juda ham tashaveradi. Bu holatda o'zini bajariladigan mashqlar bor. Ozish bilan birgalikda bu mashqlarni birgalikda olib borsangiz, ko'kragingiz qiz bola vaqtingizdagidan ham chiroyli holatga keladi. Hozir sizlarga mana shu mashqlarni ko'rsataman. Oyoq yelka kengligida ochilgan, qo'llarimiz shu holatda ko'tarilgan. Qorinni ichkariga tortib, bu ham qo'lni mushagiga ishlab beradi, ham ko'krak ko'tarishga ishlab beradi. Tortamiz, qaytardik. Tortamiz, qaytardik. Tortamiz, qaytardik. Tortamiz, qaytardik. Nafas mashqi bilan birgalikda 20 tadan 3 podxod bajarasizlar. Sizda ko'krak osilishi kuzatilishini xohlamasangiz, aynan ko'krak osilishiga uchragan qizlarimiz, ayollarimiz emas, osilmasligi uchun ham mana shu mashqlarni har kun bajarib borsangiz, 20 martadan 3 podxod juda ham chiroyli ko'rinishga keladi. Ya'ni bu narsa uchun hech ham erinmasligimiz kerak, ko'p vaqt ham talab qilmaydi. Ozmoqchi bo'lsangiz, figurangizni eng chiroyli ideal holatga olib kelmoqchi bo'lsangiz, sahifamni kuzatishda davom eting.